Dapanji pola attim sameyran qamanlajımı dostlar. Bugün Dapanji bilen mife yeşki amraq dostlar bağı mening balalarımdek aş balalarning intayin amraqı bolgan Dapanji pola qasışçılığını әкелдім. Lekin bek o'xshaydigan dostlar cho'qim bir oila sinab yaqinlar balalarlar maqtab turib kelib ketdi. Unda bos boshlab ketamdik. Kunlardek buning uchun to'q go'sht tayyorlab olamiz. Undan keyin yang yo'ni mushtaq to'g'rining cho'ng kichikligida albatta to'g'rib olamiz. Andan bir tal pomidorni to'g'rib oldim. Andan so'ng piyoz, zanjivil, samsoqlarimizni to'g'rib olamiz. Qizil ko'klarlarni mushqalarni to'g'rib tayyorlab olsanglar bo'ladi. Endi qazimizni qisib may qo'yib olamiz. Bugun mening yana ishlatganim xo'dan diğer ishlab chiqargan alxosh yurishlik maylarimiz. Mayni qozon qo'yib olgandan keyin mayimiz qiziganda 5-6 qo'shq atrofida shekarni silib, to'xtamay aylantirsak mana ko'pik chiqadi. Undan keyin to'q go'shtimizni silib, ravros qizartib pishirib olamiz. Undan keyin buni ustiga piyozni, zanjivilni, so'ng piyozni silib, biroz mizlik pishib chiqqandan keyin ustiga pomidorni silib, izligicha qo'rib olamiz. Undan keyin to'q qo'rimset qo'sini silib etdim. Undan keyin yog' yo'rimizni silib, buni biroz aralashtirib, endi buni ustiga ozroq tuz silib olamiz. Undan keyin yog' yo'chilishqidek suv qo'yib olsak bo'ladi. Men bir chini suv qo'yib oldim, bir chini guruchga. Jumi do'stlar, mush o'lcham bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Undan keyin tuvoqni 2 minut atrofida qaynatib olgandan keyin suv qaynaqcha guruchimizni chilab qo'yamiz. Guruchni 15 minut atrofida chilab qo'ydim. Undan keyin tuz ta'mini tepib olib, ustiga ham ko'k qizil lazlan silib, buni ustiga guruchimizni silib, atrofini chiroyli silg'idib o'tgandan keyin mush xil holatda 20 minut bo'sh o'tda dumlaymiz. Arliqda bir ichib cho'ksanjivasak bo'ldi jumi do'stlar. Undan keyin mana qaranglar, o'xshab ketgan Dapanji polarimiz tayyor bo'lib ketdi do'stlar. Qaranglar, shunchalik o'xshabdi. Yog' yo'llarim degan ezilib, to'q go'shtlarim degan shunchalik yumshoq, ko'k qizil lazir bo'ldi. Ish qilib lazimaydiganlar yevatgandek payqlam payz bo'lib ketdi jumi do'stlar. Sinab baqamsanglar bilmaysizlar. Ajrim uchun bir tal yurakni bes